Diqqat janoza. O'zbek xalqiga bugun og'ir judolik. O'zbekistonliklar barchasi tanigan, ko'nglidan joy olgan inson vafot etdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor etmoqchi bo'lsangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. O'zbekiston madaniyatining yorqin vakili, xalq artisti, teatr va kino arbobi Yoqub Ahmedov 87 yoshida vafot etdi. U O'zbekiston Respublikasi teatr arbobi uyushmasi raisi, O'zbekiston Milliy akademik drama teatri aktyori va rejissyor, Do'stlik ordeni sohibi sifatida tanilgan edi. Ma'lumot uchun, Yoqub Ahmedov 1938-yil 3-yanvarda Namangan shahrida tug'ilgan edi. U 50 dan ortiq spektakllarda asosiy rollarni mahorat bilan talqin etgan. Teatr san'atining rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan edi. Ustoz san'atkorning vafoti O'zbekiston madaniyat dunyosi uchun og'ir yo'qotish hisoblanadi, deyilgan ma'lumotda. Kanalimiz nomidan ustozning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik tilab qolamiz.